Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 2026-yil 16-fevral Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Gazablok seximizdan Gazablok kanallarimizga video joylayapmiz. Qadrli yurtdoshlar, mana realniy holati, hech qanday montaj boshqa qilingan yo cheslasi yozgi kunidagi video emas. Bugun 2026-yil 16-fevral kungi realniy Gazabloklarimiz 20 ga 30-60 a'lo darajada qattiqliklari, razmerlari zo'r, burchaklari o'ta chiroyli bo'lgan holatda gazabloklarimiz mavjud. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani eski 90-avtobaza ichi Mo'ljal tuman gaz To'raqo'rg'on tuman gaz filiali yonida. Qadrli yurtdoshlar, qisqacha buni ma'lumotni gazabloklarimizni realniy holati 21 kilodan oshiq 22 kilo. Qo'shiladigan mahsulotlari har bitta qolipga hisobidan aytaman. Qolipdan nechta blok chiqishini ham qo'shib o'tib ketaman. Har bitta qolipga 130 kilodan semen qum qo'shiladi, 110 kilodan semen qo'shiladi. Semenni 130 kilogacha qo'shib beraveramiz. Semenimizni 110 kilo qo'shishimiz sababi 550 markadagi semen ishlatamiz, 450 emas. Shuning uchun 110 kilodan qo'shamiz. Yana ham mustahkamroq, qattiqroq bo'lsin degan odamga 120 kilodan qilib ham qo'shib beraveramiz. Xo'p. Yana qo'shiladigan narsalari suv bo'ladi, o'zini kaustik sodalari va alyuminiy pudralari bo'ladi. Xo'p. Burchaklar juda a'lo darajada, juda go'zal holatda chiqqan gazabloklarimiz. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavka qilib yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab. Hop. Xudo xohlasa bunda Yasin 550 markadagi semen ishlatamiz. Yasin 550 markadagi semen ishlatishimizdan sabab yomg'irda qolsa, boshqa bo'lsa, boshqa semenlar ko'pi sho'r chiqazaveradi. Bular mana shunchalik yomg'irlarda turdi. Mana birortasida Xudo xohlasa sho'r degan narsa yo'q, sho'r chiqmaydi. Yasin shunaqangi yaxshi semen. Qolgan semenlarning ham o'z mavsumi bor. O'shangi mavsumiga qarab semen ishlatamiz. Kimga gazablok kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavka qilib yetkazib beramiz. Kanalimiz rivoji uchun bitta podpiska, like bosib qo'ysanglar, xursand bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.